Yigitlar, sizlarga nima bo'lyapti? Sizlar ma'ruza eshitasiz, keyin esa qandaydir behayo rolikni ko'rib qolib, ustiga bosasiz, keyin boshqasi, keyin yana boshqasi va oxir oqibat siz o'sha buzuq roliklarni ko'ra boshlaysiz. Mendan ko'p so'rashadi. Bundan qutulish yo'li bormi? Balki uylanishdir, deb so'radi mendan yaqindagina bittasi. Yo'q, birodarlar. Uylanish muammoning yechimi emas. Agar siz buzuq bo'lsangiz, uylanganingizdan keyin ham o'shandayligingiz chiqib qolaverasiz. Men sizlarni o'sha videolarni ko'rmaslikka majbur qila olmayman. Hech kim majbur qila olmaydi. Siz o'zingizdan hisob so'rashingiz va o'zingizni nazorat qilishingiz kerak. Siz o'zingiz qaror qabul qilishingiz lozim. Menga o'z iymonim, namozim azizmi? Yoki o'sha ifloslikni ko'rishda davom etib, o'zimni taqvodor musulmon qilib ko'rsatishda davom etamanmi?